Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Jalaliddin Es-Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıda bugün Abbasilarning 11. halifasi Al-Muntasir billah, yani Muhammed degan halifning hayoti bilan tanishib chiqamiz. Bu kishi 247-yildan Hijriya 248-yilgacha, yani 1 yilga to'shmagan 6 oy muddat hokimiyat beshida o'tgan. Bu tüniginki halife Mutevekkil Alallah'ın oğlu bulup dadisini şu vaxtdagi Türk askerlari bilan birleşip öldürüp etken. Bu kişinin kunyasi Ebu Cafer yoki Ebu Abdullah mı deymiz. Yani Muhammed ibn Mutevekkil ibn Mu'tasim ibn Rashid, yani Mu'tasimning nevrisi bo'ldi. Harun Rashidning pay nevrisi. Bu kishininki onisi Didek, yani Rimliqlardan ayni vaqtdagi ismi Habeşiye ismi bilan mashhur. Bu adam yüzüne ait nurluk, yoruk, buğday ön, közleri yoğan. Bu ne bunda donay, ilmek burun adamken de bu umumi beden kurulması. Yani birisi tüccasa yoğan, gürellik, koskı yoğan, üzümde karga adamken ait hayvetlik, nurani çehirlik, aklı kamil, yaxşılıklı davamlılık, özlükiden qıp durduğun, zulmün ait az. Bo'lab Alevilerge yaxshilik qilgan adam. Bu hozirgi Aleviler bilan burungi Alevilarning farqi bor. Hozirgi Alevilar Suriyaniki Zontunga Bashar al-Asad qatorliq bunda kufr aqidasidagi Alevilarni asos qildi. Lekin burungi bu Alevilar Ali ibn Abu Talibniki jamoatini ko'rsatgan. Bular to'liq ihson qilib turadigan adam. Ularga sil rahim qilib turadi. Hatta Ali ibn Abu Talib oilasidan, umum jamoatdan, yani Abi Talib jamoatidan burunqi qo'rqunush, endishlarning hammasini bu odam zahil qilgan, yo'qotgan. Hatto ularni shu Husaynning qabrisini ziyorat qilishdimi cheklagan ayni vaqtida dadisi Mutevekkil. Bu ruxsatlarni, imtiyozlarni bergan. Husaynning qabrisi hozir Iroq Karbalada, Husayn oilasiga padakni bergan. Padakniga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xos mulki. Bu ne müşahede Suudi Arabistan'da pedek. Bu zeminni Hüseyin ailesiga qaytarib bergan. Yazid el-Muhallabi bu vaqtda mundaq deydi. Talibiylarga, yani Abu Talib ailesiga sen yaxshilik qilding. Ular uzundan beri ular zulmga uchrab, sökülüp, mustaq dishvarchilikni tatgan edi deydi. Haşimilarning o'z o'lpitini bir ekeldin. Ularni adovatdan keyin bir qarindosh qilgan holatda ularni o'zingning bir qarindosh ko'rding dedi. Endi Abbasilar bilan Alavilar hammasi bir Hashimiylar. Ya'ni Abdulmuttalibningki balları, yani Hashimning navirlari bo'ladi. Lekin bular keyingi mezgillar kelgan vaqtida turli huquq tufaylidan adovatlar, to'qnashlar kelib chiqqan. Lekin bu Muntasir bularning birlikini bir yerga ekkan. Muntasir dadisi o'lib ketgan yili 247-yili Shavvol oyida bay'at qilingan. Bu xalifa bo'lganligidan yana bir inisi Mu'taz, yana bir inisi Muayyatni valiahdlikdan elib tashlab etgan. Ayni vaqtida dadisi bekitgan bu valiahdlikka. Shunday bo'lsa-mu, buningga rioya qilmagan. Shunday bo'lsa-mu, fuqarolar ichida adolat, insofni namoyon qilish bilan birga odillik bilan huquq tutgan. Ular bunidan shunda qo'rqib tursa-mu yana, lekin qalbi buni yaxshi ko'rishga moyil bo'lgan. Chunki bu mard sehi, qo'shiq keng bu jihatda. Buning eng suyimlik so'zlaridan afuning lazzati intiqomning lazzatidanmi tatliq degan. Eng qabih nachar ish bir kuchva kuchtungurning intiqom elishi eng qabihdir degan bu odam. Bu xalifa bo'lgan vaqtida turklarni tillashga boshlagan. Chunki hamda asosiy askariy qo'mondonlar o'rdan turklar egallab bo'lgan vaqtda. Bu Farg'ona, Samarqand, Qashqar shu tarafdan kelgan turklar ayni vaqtida. Hatta bularni ayıplab bu xalifalarni o'ltirdigan qotillar bular degan. Shuning bilan bu turklar uningga qasd qilgan bo'lsa-mu planiga yetolmagan.
Çünkü bu nəhayət hayvetlik, batur, uyğaq, zeki, zirek boğaçqa küçü yetmegen Türklerinin. Ahiri bula hil mikri işletip, bunun xas doktoru İbn Tayyipur'a 30.000 dinar par biriş arqılıq qas qıyğan, zəhərligen. Bunu qıycam qilishqa buyurganda bir zəhərlik pey bilen, yığını bilen bunun qon ilip, yani hicam qilib, şunun banasida ölüp ketgan. Endi bazı qaraşlarda deyişçe İbn Tayyipur unutib qalğan şu zəhərlik qan aldığan yığını dep bu. Çünkü ağırıp qilib, özün bir şagirdini aş pey bilen qan eldirish buyurgan, şundan ölüp ketgan, mundaq mı depdi. Yak unutib qilib şunu sanjib qalğan mı depdi. Hem ölgenden keyin har xil sebep gepli chiqadi. Belki bir omit orqali zəhərligan deganlar bo'lgan. Yani birisi havoniq bilan o'ldi deganlar bor. Havoniq undaqda bo'g'ib, latolar bilan bo'g'ib o'ltirgan degan bo'ldi. Sakratlik vaqtida belki bunda zəhər moyim shu to'g'ri bo'lsa kerak hamda. Chunki bo'g'ib o'tgan sakratga tushgan qilinmaydi, u asas jang chiqish o'ladi. Sakratlik vaqtida deganki, ana ben dunyolikimni va oxiratlikimni ziyon tortdim men. Dadamga hiyla qilib, dadam qilgan zulmni men ko'ryapman degan. Chunki dadasini o'tgandan keyin 6 oydan keyin bu o'ldirilgan. Tarixdan buyon ot onasiga zulm qilgan odam hargiz yaxshilik ko'rgan emas. Mayli podshoh bo'lsin, mayli gadoy fuqaro bo'lsin. Ayni vaqtida Ulug'bekni o'tgan Abdullatifxon Ulug'bekni o'tgan 6 oydan keyin Abdullatifxon o'ldirilgan. Bu o'zimizningki qavmidagi podshohniki bo'layotgan holatlarda. Bu 248-yili Rabiul Oxir oyining 5-i o'lib ketgan. Shu vaqtida 26-25 atrofida ishi. Xilofat mansibi bilan faqat bir necha oy, 6 oyga to'shmaydi. Huquq surgan bu odam. Deyilishcha, bu bir kun shunda bir o'yin tomoshaga o'ltiribdi hamda. So'rindoshlar bilan. O'tag'an gilamninki bir yerda jumloq bir belgi var. O belgide o'ymi gilamda ayni vaqtida. Bir chavandaz tug'an, chavandazning beshida bir toj var. Atrofida o chavandazning bir parcha xat. Kim o'qiy oladi deb o'qiy oladigan bir odamni aytgandan keyin bu odam shunda qarab bir xil chiroyi tutilibdi. Podshoh so'rabdi-da Muntasir. Nima avval desa, buning hech qanday ma'nosi yo'q gapgan deb javob berdi. Chunki biladi-da avvalni. Shunga bilan podshoh u qo'ysa deb chingtiribdi-da. Degandan keyin bu xatning mazmuni mundaqkan: podshohim, men Hormuz nevrisi Kisroning o'g'li Sheravi degan podshohman. Bu Sheravi degan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonasida o'tgan Kisrolarning bolalari bo'ladi bu. Dadamni o'ltirib qo'yib, podshohlikdan faqat 6 oy hukm surdim deb shundaq deganka, shunda degan xatgan bu debdi. Shu vaqtda Muntasirninki yuzi, chiroyi o'zgarib ketgandi. Chunki bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonasida Rasulullohning xatini yetib etgan Kisra. Shu Kisraning bolalari huquq tutolmay nech podshoh olmishib ketgan. Bir-birini o'ltirib, dada bolani o'ltirib, bola dadani o'ltirib degandek. Shu paytda to'qilgan gilamkanda bu. İmam Salibining lug'atshunos ulamo. Bu kishining Latoiful Ma'arif nomli kitobida xalifalar ichida eng ko'na, sharaflik, yildiz cho'nqir xalifalar 3. Yoki Muntasir degan. Chunki Muntasir va Muntasirning 5 oti bo'lsa xalifa bo'lganda, dada boladan mushtaq davomlashib kelgan. Hatta bunun inisi Mu'taz ve Mu'tamad shundoq dedi. Chunki Muntasirdan keyin bular xalifa bo'lgan. Bular xalifalar ichida eng qadimiy kon xalifalar bo'ldi.
Jaloliddin Suyuti dedi, yo'q. Uningdanmi konisi, yildiz cho'nqur xalifa, sharaflik, shon sharaflik, ulug' Musta'sim billah Moğollar o'ltirayotgan. Buning 8 oti bo'lsa xalifa dedi. Ya'ni 8 oti bova zanjirsimon holatda xalifalik maqomda turib kelgan. Undaqda bu Musta'sim texmi kon ekan bu jihatda. Azaldan dadisini o'ltirgan podshohlik maqomi bilan huzur ololmas dedi. İmam Sa'alibi ajoyibot va g'aroyibotlardan podshohlar ichida eng qadimiy yildizi cho'nqur bo'lgan Kisralardan Shiraviy dadisini o'ttirgan bu. 6 oylab o'qib tutgan. Bu g'ulg'an keyin xalifalar ichida eng qadimiy shon sharaflik ulug' xalifa Muntasir bumi dadisini o'ltirgan. Faqat bu 6 oy o'qib tutalgan. Ne shunaqa. Endi bu huquq ashundaq nayta tatliq shirin bir narsa ekan. Bu dunyolar ichida huquqdek tatliq narsa yo'q. Huquqdorlar bunun peyzini sürüp qolgan. Huquq tutgan adam bundan voz kecholmaydi. Davomli bu huquq uchun intildigan bo'ladi. Davomli huquqni tamom qilgan odamlar bo'ldi. Chunki bundan lazzat his qiladi huquqdorlikdan. Arab yarim orlida hozirgi tiklangan podshohningki jiqlari Arab yarim orlida ota bovsini, ukalarni, tog'alarini bir-birini o'ltirib yoki ota bovlarning huquqini g'ulab huquqni saqlab kelgan hozir qadar. Demak, mushuning qarg'a vaqtimizda huquq dunyolar ichida eng past, eng razil bir dunyo ekan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Bir so'zni eskartib qo'yay. Abbasiylarning 11-xalifasi Muntasirning tarixi mushun bilan oyoqlashdi. Chunki buning vaqti faqat 6 oy davom etgan. Xo'sh, xayr xo'sh. Biz inshaalloh keyingi darsimizda 12-xalifaning hayoti bilan tanishib chiqamiz.